Xo'jaobod tumanidagi Nil Granit mas'uliyati cheklangan jamiyati 2008-yil 8-yanvarda tuman hokimligi huzuridagi tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish inspeksiyasining 1460-sonli reyestr raqami bilan ro'yxatga olingan. Jamiyat G'aniyev Yorqinjon To'lqinovich tomonidan boshqarib kelinmoqda. Jamiyatimiz kalava ipdan trikotaj mato to'qish va tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish faoliyat turi bilan shug'ullanib keladi. Jamiyatimiz umumiy 225 gektar yer maydoni va 124 million 600 ming so'mlik asosiy vositalari bilan tashkil qilingan. Jamiyat ta'sischilarining ulushidan tashqari ATB Hamkorbankning Xo'jaobod filialidan ishlab chiqarish dastgohi va oborot mablag'lari uchun 100 million so'm kredit mablag'i olib, faoliyatni 34 nafar ishchi xodimlar bilan boshlagan. Shu yili 20 dona tikuv dastgohlar bilan shu ishchilar yil davomida 80 ming dona mahsulot ishlab chiqargan. Jamiyatga ushbu mahsulotlarni sotishdan 142 million so'm mablag' tushgan. Jamiyat 2008-yilda tashkil etilganda 5 xil turdagi erkak va ayollar mahsulotlari tikilgan. 2009-yilda ishchilar soni 44 nafarga oshirilgan. Ishlab chiqarish avvalgi yilga nisbatan 40% ga oshgan. 2010-yil iyun oyidan boshlab jamiyatimiz o'z mahsulotlarini Rossiya Federatsiyasiga eksport qilishni boshlagan. Shu yilda shartnoma asosida 475.800 AQSh dollariga teng tayyor trikotaj mahsulotlari eksport qilishga erishilgan. Shuningdek, import shartnomalariga asosan Xitoy davlatidan 80.200 AQSh dollariga teng trikotaj xom matosi to'qish uchun 7 dona to'quv dastgohi sotib olingan. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ishchilarga ishlash sharoitini yaratish maqsadida jamiyat balansida bo'lgan omborxona binosi to'la ta'mirdan chiqarilib, barcha qulayliklarga ega 513 kvadrat metrli trikotaj mahsulotlari bichuv sexi qurilib, ishga tushirilgan. 2011-yilda import shartnomalari asosida chet davlatlardan 228 ming AQSh dollari hisobida import qilinib, bunda tikuv, to'quv, dazmollash dastgohlari hamda trikotaj xom ashyolari sotib olingan. Shu bilan birga ishchilarga mehnat sharoiti yaxshilash maqsadida ishchilarni ishga olib kelish va qaytarib olib borib qo'yish uchun avtobuslar sotib olingan. Jamiyatimiz mahsulotlarini oxirgi texnologiyalar asosida ishlab chiqarish maqsadida 2012-yilda import shartnomalari bilan xorijiy davlatlardan 444.100 AQSh dollariga tikuv, to'quv dastgohlari hamda trikotaj xom ashyolari sotib olingan. Jamiyatimiz yil sari rivojlanib borayotganligi, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga chet el davlatlarida yanada qiziqish uyg'otayotganligi, ishlab chiqarish yil sari oshib borayotganligi, O'zbekiston Respublikamizni o'z mahsulotlarini eng zamonaviy usul va uskunalarda ishlab chiqarishni maqsad qilib, OATB Qishloq qurilish bank Andijon mintaqaviy filialidan 1 milliard 540 ming so'm kredit mablag'i olindi va maydoni 5000 kvadrat metr bo'lgan 3 qavatli 500 kishi ishlashga mo'ljallangan barcha qulayliklarga ega tikuv binosi qurilib, ishga tushirildi. 2014-yilga kelib jamiyatni asosiy vositalari 124 million 600 ming so'mdan 8 milliard 730 million 300 ming so'mga yetdi. 2015-yilda jamiyatimiz ishchilarining o'rtacha soni 160 nafarga oshgan bo'lib, trikotaj mahsulotlari sotishdan tushum esa 11 milliard 260 million 520 ming so'mni tashkil qildi. 2016-yilning birinchi choragida jamiyatimiz ishchilarining o'rtacha soni 173 nafar bo'ldi. Trikotaj mahsulotlari sotishdan tushum esa 3 million 938 ming 932 ming so'mni tashkil qildi. Jamiyat daromadlari o'tgan yilga nisbatan 2,6 barobar ortishiga erishildi. 654 ming AQSh dollariga teng miqdorida trikotaj mahsulotlari eksport qilindi. 2016-yil birinchi chorakda shartnomalari asosida chet davlatlardan 281 ming AQSh dollari hisobida import qilindi. Shu kunda jamiyatimizda 308 turdagi erkaklar modeli va 256 xildagi ayollar modeli ishlab chiqarish bilan birga 30 dan ortiq bolalar mahsulotlari ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Jamiyatda Italiyani Santoni Zenit, Xitoyni Tayfan, Tayvanni Pailung, 25 dona to'quv mashinalari mavjud. 8 dona Turkiya davlatidan Boasan firmasida ishlab chiqarilgan yoqa to'qish mashinalari va Yaponiyaning Kansai, Turkiyaning Juki,
Xitoyning Zojay korxonalarida ishlab chiqarilgan 650 dan ortiq tikuv mashinalari mavjud. 2016-yilda ishlab chiqarilayotgan trikotaj mahsulotlarini sifat va sonini oshirish maqsadida Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan Bühlmer trikotaj matoni kompyuter dasturida kesish mashinasi, Turkiya davlatidan Uzbilim trikotaj matoni avtomatik ravishda yoyish mashinasi olindi. Hozirda jamiyatimiz 2015-yilga davlat dasturiga kiritilgan sobiq konserva zavodida trikotaj mato to'qish va bo'yoq sexi tashkil qilish maqsadida joriy ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Va 2016-yilning 3-choragi yakuniga eng zamonaviy 6 milliard so'mlik yoki 2 million AQSh dollari trikotaj mato bo'yoq sexi tashkil qilish rejalashtirilib, ATB Qishloq qurilish bank Andijon mintaqaviy filiali xodimlari bilan birga yaqindan ish olib borilmoqda. Yuqoridagi ko'rsatishlarga erishishda jamiyatimizni bu darajada rivojlanishiga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmonlari, hukumatning tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar, ishlab chiqarish uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar sabab bo'lmoqda. Samo tekstil mahsulotlari o'zining betakror dizayni bilan O'zbekistonda yetakchi firmalar safiga kiradi. Jamiyatimiz Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Moldova, Latviya davlatlariga mahsulot eksport qilmoqda. Samo tekstil mahsulotlari fabrikasi xalqaro ko'rgazmalarda o'z mahsulotlari bilan qatnashib kelmoqda. Samo tekstil mahsulotlari boshqa korxonalardan o'ziga xos dizayni bilan ajralib turadi. Samo tekstil mahsulotlari fabrikasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar 100% tabiiy matodan ishlab chiqarilganligi uchun inson salomatligiga zararsiz hisoblanadi. Samo tekstil mahsulotlari bu barcha uchun.